agar farzandingizda yurganda yoki yugurganda tizzalar bir-biriga tegib yursa yoki umuman tegmasa, albatta ortopedga murojaat qiling. Bu holatda bu holat o'zi tug'ma hisoblanmaydi, orttirilgan hisoblanadi. Bu holat halus valgusli deformatsiya yoki varusli deformatsiya deb ataladi. Ya'ni X-simon qiyshiqlik yoki O-simon qiyshiqlik hisoblanadi. Bu boldirlar, tizza sohasi va boldirlar sohasida kuzatiladi. Bu qiyshiqlikni bola organizmida o'sish davomida, ya'ni turgan vaqtidan to'liq yurib ketguncha bo'lgan vaqt, ya'ni 8-9 oyda turgan bo'lsa, bola turib boshlagan bo'lsa, 2-3 yoshligigacha borganda oyoq sohasida rivojlanishi mumkin. Bunda varusli deformatsiya, valgusli deformatsiya shu organizmda yetarli bo'lgan kalsiy, fosfor, makro, mikro elementlar va organik moddalar, uglevodlar, oqsillar yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqadi. Ya'ni rahit kasalliklarda ham ko'pincha kuzatiladi. Bunda ko'pincha oyoqda varusli, ya'ni valgusli deformatsiya kelib chiqishini qanday aniqlash mumkin? Birinchi o'rinda oyoqni o'qini aniqlash kerak bo'ladi. Buning uchun son yuqori uchligidagi tashqi dumboq, ya'ni trachanterika mayordan tizza qopqog'ining ustidan to'g'ri o'tib, ikkala bosh barmoq, oyoq panjasi bosh barmog'i va ikkinchi barmog'ining oralig'idan o'tish kerak bo'ladi. Bu oyoq o'qi to'g'ri oyoq o'qi hisoblanadi. Noto'g'ri, ya'ni qiyshiqliklarda agar osimon, ya'ni varusli deformatsiya bo'ladigan bo'lsa, tizza qopqog'idan barmoq uchiga o'tayotganda oyoq tashqarida qoladi, ya'ni boldir sohasi tashqarida qoladi. Agar valgusli deformatsiya bo'ladigan bo'lsa, o'q trachanterika mayor, ya'ni son suyagining tashqi dumbog'idan, do'ngligidan to'g'ri o'tadi, tizza sohasi va boldir sohasi ichkarida qoladi va barmoq uchigacha, birinchi barmoq, ikkinchi barmoq o'qi bo'ylab ichkarida qolgan bo'ladi. Bu holat bola o'sish, rivojlanish davomida sekin-sekin paydo bo'lib boradi. Buni aniqlash uchun darajalari bor. Darajalarni ortopedga murojaat qilinganda darajalarni rentgen tekshiruvi asosida gradislariga qarab ajratiladi. Agar birinchi daraja bo'lsa, varusli deformatsiya yoki valgusli deformatsiyada massajlar bilan, elektroforez, fizioterapiyadagi ultrazvuk bilan, shu parafin muolajalari bilan, massajlar bilan buni o'z holatiga olib kelsa bo'ladi. Ikkinchi darajasida albatta o'zining shinalari bor, shinalar taqiladi va dinamikada rentgen tekshiruv qilib, o'sha gradislari o'lchab boriladi joyiga kelguncha, yoki pansiyetda usuli bo'yicha ketma-ketlikda etapma-etap gipsli bog'lam qo'yiladi. Har 2,5 oy, 3 oy davomida gipsni olib, gradislar to'g'rilanib, yana bir hafta 10 kundan keyin yana gips taqiladi. Shu holatda sekin-sekin oyoq o'qi to'g'rilanadi. 3-darajasi, og'ir darajasiga keladigan bo'lsak, bu holatda albatta rentgen tekshiruvida qilinadi. Rentgen tekshiruvida o'suvchi zonadagi noto'g'ri o'sadigan taraf, ya'ni o'sha zona rostani plastina shuruplari bor o'zini, o'sha bilan asta sintezlab, bloklab qo'yiladi. Ma'lum muddat, o'sha 5 oy, 6 oy davomida o'sha har oy ortoped nazoratida bo'lib turiladi. Oyoq o'qi to'g'ri holatga kelgandan keyin plastina shuruplar olib tashlanadi. Ortoped nazoratida olib boriladi, muolajalar to'liq oxirigacha olib boriladi. Bola o'smir 15-16 yoshgacha oyoq o'qlari, gradislari rentgen tekshiruvi asosida har 6 oy, 1 yilda rentgen tekshiruvi asosida oldingi rentgeni bilan keyingi rentgenlarni solishtirib boriladi va gradislarda o'zgarish bo'lmasa, shu holatda oyoq o'qlari to'g'rilanadi. Agarda sizni farzandingizda ham oyoqlarda varusli yoki valgusli deformatsiyalar, yugurganda tizzalar bir-biriga tegib yiqilishlar yoki oyoqlar tizza tegmasdan osimon bo'lib, ko'p oyoq panjalari bir-biriga tegib yiqilishlar, umuman olganda ortopedistik muammolar
bu kuzatilayotgan bo'lsa quyidagi raqamga murojaat qiling.